kunlarda biz hayot haqida qayta talqinlarga cho'mdik. Saharda uydan chiqdik. Balkonning oldida turgan qog'oz parchasini ko'rdik. Dassab o'tib ketdik. Daraxt ostida o'ltirgan mo'ysipitni ko'rdik. Salomlashdik. Obdan turibdi deganlarni o'yladik. Yo'limizga ravon bo'ldik. Kechqurun ishdan qaytib mahallaga keldik. Yig'izor qilishayotgan odamlar turibdi. Mo'ysipit ketib qopti. Hasrat bilan balkon oldida to'xtadik. Qog'oz parchasi yana shu peti turibdi. Bu kunlarda biz odamlarning taq-turuqiga qarab emas, bizga tutgan pozitsiyasiga, bergan mehriga qarab muomala qilishni bildik. Shamol kelib sana bo'ronning g'ayvatini qildi. Lekin bo'ron sana hech bora ziyon yetkazib boqqan emas edi. To'satdan quloq tuvimda boshqalardan anglab bo'yicha muomala tutma yaqiningga. Sen his qilganni so'zla. Ko'zing ko'yganga ishon. Anglab ishonishning o'zila nachorligiga dasmoyi bo'la oladi degan xitoblar yangradi. Bu kunlarda biz Aslimaning simosiga qayta nazar tashladik. Aslimani hamon shunchalik qo'rqinchli, qorong'u deb bildik. Keyin Aslimaning bir qancha turiga bo'linadiganligini tanib yetdik. O'tmishda erishganimiz bugungi Aslimamiz bo'lib qoldi. Erishgan kunlarni qalb yorimizga tasalli sifatida malham ayladik. Hech bo'lmasa erishib baqqanidan bir kunlarda deb og'zimizni tatliq qildik. Yana-chu erishammidik. Ammo yaxshi ko'rib baqqanimizni, bizga beqib jilmayib baqqanlarini bo'lsa-mu aslab ko'nglimizni ovundirdik. Qutatliq biz erishammisakmi aslimimizga baxshanda u. Bu kunlarda biz boshqalarning qalb ishigidan kirishni armonlab g'amnak bo'ldik. Biz uchun hang'irqay echilgan darvozalarga qarabmi qo'ymadik. Kutdik, tirishdik. İstegan eshiklardan kirdik. Erishganimiz so'g'uqlik, barobarsizlik, azor berishlar bo'ldi. Hasratimiz palakka yetdi. Ohimiz yurakni otashin dashtlarga tashladi. Og'rindiq sohibxon qalb egisidan. Sababini izdimidiq o'zimizning tayuzligidan.